tumanida press tur tashkil qilinyapti. Paxtakor mahallasini obodligini, chiroyligini, odamlarni baxtliligini ko'rishingiz mumkin. Keyingi yillarda prezidentim tashabbusi bilan Sirdaryoda ayniqsa Sayxunobodda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Xalqning farovonligi yanada ko'tarilyapti. Xalq hammasi o'zini o'zi ta'minlash bilan shug'ullanyapti. Hamma yangi tashkilotlar, yangi ishxonalar qurilyapti. Bu xalqqa farovonlik tomonidan bo'ladi. Biz juda bundan xursandmiz. Hozirgi kunda qandolatchilik bilan shug'ullanaman. Bu kasbga mehrim yoshlik chog'larimdan boshlangan, onamdan o'tgan. Prezidentimizni yoshlarga qaratilayotgan e'tiborlari tufayli bugungi kunda bizga keng imkoniyatlar yaratilyapti va men bulardan foydalangan holda tuman hokimimiz yonlariga bordim va joy berishlarini so'radim va menga 3 kunning ichida mana shu yerni tayyorlab berishdi. So'ngra esa bir hafta davomida 33 million kreditni chiqarib berishdi. Hozirgi kunda 20 ga yaqin mana shirinliklarimiz chiqariladi. 50 dan ortiq shogirdlarimiz bor, 7 nafar ishchilarimiz bor. Yil mart oyida davlatimiz rahbari Sayxunobod tumaniga tashrif buyurdilar va bizga Sayxunobod tumanini ishsizlikdan xoli hududga aylantirish degan yuksak vazifani qo'ydilar. Endi bu vazifani bajarishda eng avvalo bizga sharoit yaratib berdilar. Sanoat zonani yaylov yerdan kichik sanoat zonasi deb turib toifasini o'zgartirishga topshiriq berdilar. 60 milliard so'm mablag' evaziga elektr energiya bilan shu 110 lik liniya deydi, o'sha liniya bilan ta'minlab berishga topshiriq berdilar. Hozirgi kunda ya'ni qurish jarayonlari olib borilmoqda. Undan tashqari endi biz 2024-yilda jami 40 million dollarlik investitsiya loyihalari amalga oshirgan bo'lsak, 2025-yilda 209 million dollarga olib chiqishni biz belgilab olib, 13 ta loyiha ustida ish olib borish, to'liq hammasida qurish jarayoni boshlandi. Bu ko'rib turgan mana shu birgina Beshifar Group korxonamiz o'zi 50 million dollarlik 25 gektar maydonga joylashayotgan yirik un zavodi hisoblanadi. 2025-yil, 2026-yil davomida 5000 nafar yangi ish o'rni yaratilishi belgilangan. Davlatimiz rahbariga ham, viloyat rahbarimizga ham, xalqimizga ham shuni va'da bera olamanki, shu hokim sifatida mana shu Sayxunobod tumani 2026-yil 1.5-yilligida to'liq mana shu loyihalarni ishga tushirishi natijasida ishsizlikdan xoli hududga bemalol olib chiqish imkoniyatini ta'minlashga va'da beramiz.